Men qaynsingilman, bitta dona. Onamnikiga xohlaganimda kirib kela olaman. Men kelganimda kenayim uyda bo'lishi shart. Menga kim qaraydi? Qo'ynimni kim oladi? Bolalarimga kim qaraydi? Men kelganimda ikki xil ovqat, salat, pishiriq bo'lishi shart. Men onamnikiga dam olgani kelaman. Meni qo'ynimga qarashga hamma majbur. Men kelganimda uyli, chistuli, hamma joy toza bo'lishi kerak. Bu xolodilnikda meni ham haqqim bor. Xohlagan payt ochib, xohlagan narsamni olib ketsam bo'ladi. Kenayim o'zi shundaqa mazza qilib tekinga yashab yurib, meni haqqim ko'proq. Kenayim spanisiga ham, zaliga kirishga ham haqqim bor, chunki bu uylar akamniki. Men shu yerda katta bo'lganman. Nima ovatda, nima qo'yapti, toza o'tiribdimi, ko'rib turishim kerak. Akamdan pul so'rasam, oxirgi payt pul bermay qo'ydi. Qarasam, hamma puli shu xotinchasiga ketayotgan ekan. Kenaylar do'st bo'lmaydi deyishganini rost ekan. Akaga singilni eslatish kenaylarning vazifasi emasmi? Shu yerda bittasini singizga olaylik, shunga ham qiyin desa bo'ladi-yu. Bavini ham ikkalasini o'ziga olibdi. Nima oldirishi biladi, Bavi Germaniya mahsulotida mazza qilib ko'pirtirib yuvadi. Shu yerda ham meni bolalarimning kiyimini ajratib, o'zini kirlarini yuvib o'tiribdi. Onam bilan akam rosa bo'sh qo'yishibdi-da. Akam bechora Bavisiga choy berib qo'ygan. Ishqalab ham o'tirmaydi. Aynan shunaqa qaynsingillar iltimos gryaz bosgan qalbinglarni Baviga yutib yuboringlar. Sassiqqina burninglarni, kenaylarni hayotiga tiqmanglar. Chiqqan qiz chig'iriqdan nari.